Mirzo Ulug'bek tumani Salkovskiy xonadonimizga keldik. Bu uyimizda 307 sotu, 6 ta xona, 5 ta sanusi, basseyn, saunalari bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ikkita sinini zona qilib joy qoldirgan. Avtomat darvoza, ochiladigan darvoza. Bu yerga mana bemalol ikkita mashina sig'adi. Tashqariga ham bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yerda bizda sanusi. Hozir uy ishini obzor qilib beraman, ko'ringlar. Hamma narsani yaxshisini ishlatgan, sifatini ishlatgan. Ko'ringlar. Bitta bizning mana kirishimiz. Al. Oshxonamizdan takoni neobishniy rangi tanlashgan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Birorta narsaga tushunmadim-da. Olti narsani sizlarga ko'rsataman, ko'ringlar. Kim qanaqa tushunadi va kim qanaqa bir o'zini fikrini aytadi. Ko'ringlar, men bu narsaga bir oddiy qaradim, bir o'tirib, balki shunaqa cho'milsa kerak deb. Mana bizda bitta sanusi, o'ta dushuvlar hammasi qo'yib beriladi. Mana shu narsa nimaga qilingan? Kim biladi? Bitta bizda takoy chiroyli yana bitta xona. Orqa hovlidan boshlasak, bu yerda mana joylarni zona qilib chiroyli joy qoldirilgan. Uy ko'rinishi mana. Bu yerda yozgi oshxona qilib joy qoldirilgan. Hamma narsa tayyor. Bu yerda bizda basseyn. Basseynimiz ham kattagina. Bu yerda bizda dushovoy. Bu yerda bizda mana sauna. Bu tomonda uyimizning orqa tomonidan chiqib ketadigan yo'li ham bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hol. Bu yerda yana bitta xona. Bu yerga mana televizorlar qo'yib, divanlar qo'yib, kinoteatrni zal qilsa bo'ladi. Bu yerda yana shunaqa bitta xonamiz. Bu yerda mana o'rtoqlar bilan stol-stullar qo'yib, gaplashib, kino ko'radigan joy qilsa bo'ladi. Bu yerda bizda kechenni. Bu yoqdan boshlasak. O'ta spalni. Sanusi bu yerda. Bu narsalar qo'yib beriladi. Bu yerda yana bitta xona. Bu yerda mana shu kichkina balkonchasi bor. Shunday tomosha qilib tursa bo'ladi. Bitta yana bitta spalni. Bitta sanusi. Bu yerda yana bitta spalni. Biz bu uyimizga 600 ming so'raymiz.